ustalarimiz kesishga qiynalib dodilavardi. Birinchi ishlashim sizlar bilan Ko'plik bo'lish joylariga qanaqa laminat tanlash kerak? kengroq ko'rsatadi-da. Assalomu alaykum do'stlar mijozlari. Hozir biza tayyorgarlik kelganmiz. Assalomu alaykum. Safar aka. Ancha yillik prorab bo'ladilar. Aka, necha yildan beri shu sohadasiz? Shu sohada 8 yildan beri shu sohada yuribmiz. Ko'p obyektlar bitirganmiz. Endi bir 500-600 dan oshiq obyektni bitirganmiz. Bunaqa katta obyektlarni. Chunki bir oyda 7 ta 8 tagacha yopamiz obyekt. 500 ta obyekt bitirgan ekanlar. Shu bo'yicha bu ancha zo'r natija. Peli laminatdan xarid qilishgan. Aka, nega eminlar bunaqa uski plashga olindi? Chunki buni ham shirokiysi bor, ham uskisi bor. Chunki ko'rayotganida bu uskisida 15 talik, buni 20 taligi ham bor. Nega uskisi olingan? Endi bizda hozir bu yerda 1.2 lik talshinadagi laminat tanlaganmiz. Uskini olganimizga maqsadimiz chunki bu yerda mana kirpich qilib terilganda, kirpich terilganda ko'p anaqasi faskalari ko'p tushadi, chiroyli ko'rinib turadi. Ham bu xonamizni kengroq ko'rsatib beradi-da. Shu maqsad, shuni hisobidan uskisini tanlaganmiz. Qalinligi bo'yicha-chi nima maslahat berasiz? 12 lik tanlagansiz. Qalinligi 12 talik tanlaganmiz. Mana ko'rsangiz 12 talik xuddi yog'ochni, tabiiy yog'och